yarim saat 2'ler atrofida mandan Jibodan chiqdik. Tunji kunisida meniki Kadenjari hisobda 179 ko'ylik etlar, aning keyin 99 ko'ylik narsalar ikkisini ikki tanlam dampi o'ynadik. Ikki tanlam pin o'ynadik ham. Ikkisini almashtirib o'ynadik. 179 ko'ylik, aning keyin 99 ko'ylik. 99 ko'ylikda adam ko'pirib 179 ko'ylikda nim qilib etlar satdiqcho, xeyvo hisobda. Etlar satdiq. Men nomerniki iqimini hozir chiqarib berman. Iqimni aytdi, hamda o'zim hozir tabiiy iqim bor, hamda o'zim bir 30 ming iqim fensir bor, hamda xil bir ta'sir kuchi bor adamcha. Tunji kun islamda 200 necha xajlik jiq pul xajlamdiqcha. Agar pin yaxshi bo'lib qolib qolsa, ko'pchilik mal yaxshi bo'lib qolib qolsa, mayli malning bahosi zar qancha bo'lishidan qat'iy nazar bu setildi, bu setilmaydigan ish yo'q. Sizlarga deyotgan azam mal setildi degan gapga hargiz ishonmanglar. Azam mal setildi aniq. Azam malni kim nomer qo'zg'atishni bilmaydi. 19 ko'ylik, 5 ko'ylik, 29 ko'ylik, 15 ko'ylik, uningda kim nomer qo'zg'atishni bilmaydi ko'pchilik. Nima mas'uliyat satsizlar inkaslarni yozib qo'yinglar. Mas'uliyatning bahosi qancha pulda qancha pul atrofiga men nomer qo'zg'ataman qillar. Men nomerni kirim chiqarib qo'yma, hozir ko'rib baqsana bo'ldi men ekranda. Tabiiy qim shunchalik normal aning kayinda tabiiy qimni ko'tardik. Hozirroq qanday qildik? Pul o'dik. Hamda bugungi plan qancha degan vaqtda 10 mingni buziblam savdodan tushsak bo'ldi-chu. Ertadan boshlab 10 mingni ustidan savdo qilib mamizchu. Bek yilqi tashin o'ynab qolib qolsa, haftaning ichida bir qitimlam biz 50 mingga yoki 100 mingga chiqadiklam savdoni chiqarib o'tamiz. Bo'lmasa 10 mingdan ustidan savdo qilib mansa o'zgimchiq yali bo'lib ketmaydi o'zigacha. 1,5 soat atrofida jiboni qilib 10 mingdan ustidan savdo qilib 2 maydon orqaga qilib 2 maydon aytsak bo'laverdi-chu. Yana nomer qo'zg'atamat qilib inkaslarni bir raqam yozib qo'yinglar. 5-oyning birsi biz shu to'r darsimiz bor, ya'ni shu naq maydon jibo orqali o'qitimizcha tatib qo'ygan shipin emas. Nomer qo'zg'atamatman, pulli raqamni qanday o'ynashni bilmayapman, melim yaxshi ma'lumotda yoki iqmim tushib ketdi deganlar meni ayrim xonamga gap qo'ysanglar bo'ldi.